istalgan arab tilini o'rgatadigan ustoz sinxron tarjimon bo'la oladi deb o'ylashadi. Aslida bu ikkita sohani o'rtasida qanchalik farq bor? Har kim ham o'zi rostdan ham arab tilini bilib turib sinxron tarjimonlik qila oladimi yoki bu ham alohida kasbmi, alohida mahoratmi? Bu ikkalovi har xil narsa. Yaxshi o'qituvchilar bor, lekin tarjimonlik qila olmaydi yoki yaxshi tarjimonlar bor, yaxshi dars bera olmaydi. Bu ikkita har xil narsa. Arab tilini o'rganish va o'rgatish boshqa, tarjimonlik umuman boshqa soha. Tarjimon bo'lish uchun ikkita tilni bilish kerak. Birinchi o'rinda arab tilini, keyin ikkinchi tili. Misol uchun o'zbek tili bo'lishi mumkin yoki rus yoki ingliz tili bo'lishi mumkin. Ikkalovini ham yaxshi bilgandan keyin bir-biriga yaxshi tarjima qilish kerak. Chunki tarjimonlikda har xil odamlar uchun siz tarjima qilasiz va ko'p vaqt bo'lmaydi. Tez gapirishingiz kerak, tez fikrlashingiz kerak, tez tarjima qilishingiz kerak. Sababi sizni og'zingizga qarab turishadi odamlar va tarjimangizni kutib turishadi boshqa tarafni tushunish uchun. Va sinxron tarjima bilan oddiy tarjimani ham farqi bor. Ketma-ket tarjima bor. Bu misol uchun ikkalamiz o'tiramiz, gaplashamiz. Siz o'zbek tilida, men arab tilida o'rtamizda tarjima o'tiradi. Bu ketma-ket tarjima. Sinxron tarjima bo'lsa, bu o'zi kabinet bo'ladi. Shunaqa hamma narsa yopilgan bo'ladi, mikrofon, naushnik bo'ladi. Eshitib, to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilasiz. Bitta vaqtda o'zida ham eshitib, ham tarjima qilasiz. Bu ketma-ket tarjimadan ham qiyinroq va shu sababdan ko'pchilik bunga qiynaladi.